31 may 2026 yil Samarqand mashina bozoriga chiqqan mashinalarimiz bilan tanishamiz. 6 ta trekkerimiz chiqqan, 3 ta Cobalt'imiz chiqqan. Hammasini chiroyli narxlarni kelishtirib qo'yamiz. Pastda nomer qoldiraman. Bemalol telefonga murojaat qilishlaringiz mumkin. Chetdagi akalar uchun WhatsApp, Telegram, Imo hamma programmalar bor. Bemalol murojaat qilsalaringiz videolarni tayyorlab chiroyli qilib narxlarni kelishtirib qilib beramiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Premier Plus versiyali trekker ikkimiz gaz, yumshoq balon, parok, reshetka hamma narsa taqilgan 15800 bo'lsa baraka qo'ramiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Premier versiyada yumshoq balon, tonirovka ruxsat, parok, reshetka gazlari bilan 15000 bo'lsa baraka qilamiz. Kraskasi 100% toza. 23 Premier navbatdagi benzinda yumshoq balon, parok, reshetka taqilgan. Buni narxini 15300 bo'lsa baraka qilamiz. 24-yilda ishlab chiqarilgan LTZ Plus versiyada 56000 kilometr probeg yurgan 4 yumshoq balon, parok, reshetka gazlari bilan 14800 bo'lsa baraka qilamiz. Navbatdagi chiroyli nomerchalari bilan LTZ Plus versiyada trekker ikkimiz Premier diskalar taqilgan, parok, reshetka taqilgan, yumshoq balon, gazlargacha uстановка qilingan. Buni ham narxini 14800 bo'lsa baraka qo'ramiz. 37000 probegda bu 14600 qilib beramiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan gaz, yumshoq balon, parok, reshetka hamma narsa qilingan. Kraskasi 100% toza. Trekker 2 LTZ versiyada. Cobalt'imiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan Style versiyada propan gazi bor, 4 yumshoq balon, tonirovka ruxsatlari bilan 11300 bo'lsa baraka qilamiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan chexol taqilgan stok zavod holatda bo'lib turibdi. Benzinda mashinamiz. Buni narxini 11000 bo'lsa baraka qo'ramiz. Kraskasi 100% toza. Bunisi pachka holatda bo'lib turibdi. Propanga, metanga taqilgan. Balonlari zavodskoy, kraskalari 100% toza. Buni ham narxini 15300 bo'lsa baraka qo'ramiz. Mana shu yerda xudo xohlasa 9-10 ta mashina chiqqan. Hammasini narxini chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kredit xohlovchilarga kredit qilib beramiz. Kreditga olmasliklaringizni tavsiya beramiz. Aslida kredit bosh og'riq narsa. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastda nomer qoldiraman. Samarqand mashina bozorida ham, Samarqand viloyati Chelak shahrida ofisimizda ham mashinalarimiz bo'ladi. Kimga qanaqa turdagi mashinalar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beramiz.